Yolg'on. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. 3-qism. Yolg'onni tark qilish buyuk fazilatdir. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam kim yolg'onni tark qilsa, holbuki u botildir. Unga jannatning sahnidan bir uy quriladi. Kim haq bo'la turib talashib tortishishni tark qilsa, unga jannatning o'rtasidan uy quriladi. Kim xulqni go'zal qilsa, unga jannatning yuqorisida uy quriladi, dedilar. Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilishgan. Abu Dovudning lafzida men o'zi haq bo'la turib talashib tortishishni tark qilgan odamga jannatning sahnidan bir uy bo'lishiga, hazil bo'lsa ham yolg'onni tark qilgan odamga jannatning o'rtasidan bir uy bo'lishiga va xulqini go'zal qilgan odamga jannatning yuqorisida bir uy bo'lishga kafildirman, dedilar, deyilgan. Bu ikki rivoyatdan nafaqat nohaqdan talashib tortishish, balki haq bo'la turib ham bu ishni qilish yaxshi emasligini bilib olamiz. Chunki nima bo'lsa ham talashib tortishish kishilar o'rtasiga hiqd va adovat soladi. Shu tufayli jamiyat a'zolari o'rtasida dushmanlik ruhi tarqaladi. Agar haq bo'lsa talashib tortishmasdan boshqa yaxshi yo'llar bilan ham maqsadga erishish mumkin. Go'zal xulqli inson hammadan go'zaldir. Islom doimo musulmonlarni go'zal xulqli bo'lishga chaqirgan. Bu hadisi sharifda esa go'zal xulqli bo'lgan mo'min musulmonlarga jannatning eng yuqori joyidan uy va'da qilinmoqda. Musulmon ummati ichida yolg'onni yolg'onchiligi uchun tark qilganlar, uni o'zlariga zarar bo'lsa ham tark qilgan sharafli insonlar juda ko'p bo'lgan. Ular ushbu ishlari uchun bu dunyoning o'zida ulkan martabalarga ega bo'lganlar. Bunday abrorlarning eng mashhurlari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan Tabuk urushiga bormay qolganlardan 3 kishidir. Mazkur 3 kishining bo'lib o'tgan qissalarini yaxshilab o'rganish lozim. Bu juda ham mashhur va ibratli qissadir. Qur'oni Karimda ularni boshidan o'tgan holatlarini alohida oyat bo'lib nozil etilishi misli ko'rilmagan bir hodisadir. Bu 3 kishining qissasi hamma tarix kitoblarimizda, tafsir va hadis kitoblarimizda rivoyat qilingan. Deyarli hamma muhaddislar qisqa tafsilotlarini mazkur 3 kishidan eng mashhurlari Ka'b ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Qissani xulosasi quyidagicha. Ka'b ibn Malik shunday hikoya qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qilgan g'azotlardan birortasidan ham qolmagan edim. Faqat Tabuk g'azotida ishtirok etmadim. Yana aytish kerakki, Badr g'azotiga ham chiqmagan edim. Ammo Badrga chiqmaganlardan biror kishi itob qilinmagan. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va musulmonlar Qurayshdan boshqani ko'zlab chiqqan edilar-u, lekin Alloh kutilmaganda ular bilan dushmanni to'qnashtirdi. Aqaba kechasida islom uchun ahdlashilganda ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Garchi Badr odamlar ichida ko'p zikr qilinadigan va mashhurroq bo'lsa ham men bu ishni Badrga almashtirmayman. Ammo Tabuk urushiga kelsak, men o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha g'azotgacha hech qachon 2ta ulovim bo'lgan emas. O'shanda 2ta ulovim bor edi. Odatda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam biror g'azotga boradigan bo'lsalar, sirtdan boshqa tomonga ketayotgan qilib ko'rsatar edilar, lekin bu safar unday qilmadilar. G'azotga qattiq issiq paytida chiqdilar. Safar uzoq, dushman ko'p edi. Musulmonlar to'liq tayyor bo'lishlari uchun hamma narsani ochiq-oydin qildilar. Qayoqqa ketayotganlarini ham ochiq aytdilar. Musulmonlar ko'p edi. Ularni hech kim ro'yxatga ham olmas edi. Agar biror odam bormay qolmoqchi bo'lsa, Allohdan vahiy tushmasa hech kim bilmay, maxfiy qolib ketadigan darajada edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam g'azotga chiqqanlarida rosa meva pishgan, odam salqin joylarni xohlaydigan payt edi. Men ana shunday narsalarni yaxshi ko'rardim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va u kishi bilan birga musulmonlar g'azotga tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Men ham ular bilan tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lar edim, ammo hech narsa qilmasdim.
O'zimga o'zim agar xohlasam birpasda qilaman der edim. Rasululloh va musulmonlar yo'lga tushganlarida ham men qimirlamadim. Ular ketganlaridan so'ng ham men ikkilanardim. Orqalaridan yetib olarman der edim. Koshki shunday qilgan bo'lsam, biroq bu menga nasib etmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni izlaridan odamlarning orasiga borsam, o'zimga o'zim munofiq yoki uzrli odamga o'xshab ko'rinaverardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabukka yetib borgunlarigacha meni yodga olmadilar. Tabukda odamlar ichida o'tirganlarida Kab ibn Malik nima qildi dedilar. Banu Salama qabilasidan bir kishi: "Ey Allohning rasuli, u ikki cho'poniga va yonboshga mahliyo bo'lib qoldi" dedi. Shunda Muoz ibn Jabal haligi odamga: "Yaxshi gap aytmading" dedi va "Ey Allohning rasuli, uning faqat yaxshiligini bilamiz xolos" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Tabukdan qaytib kelayotganlarining xabarini eshitgach, meni g'am bosdi. Yolg'on gapirishni o'ylay boshladim. Ertaga u kishini g'azabidan qanday qutulaman der edim. Har bir fikrli odamni oldiga borib bu haqda maslahat so'rar edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetib keldilar. Safardan qaytganda qiladigan odatlari bo'yicha birinchi masjidga kirdilar. 2 rakat namoz o'qidilar. So'ngra o'tirib odamlar bilan so'rashishni boshladilar. G'azotga bormay qolganlar kelib, u kishiga uzr aytib qasam icha boshladilar. 80 dan ko'proq odam edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni sirtdan aytgan uzrlarini, bay'atlarini qabul qildilar. Ular uchun istig'for aytdilar va ichlaridagini Allohga havola etdilar. Navbat menga keldi. U kishiga salom bergan edim. Zaharxanda jilmaydilar va "Bu yoqqa kel" dedilar. Yurib borib oldilariga o'tirdim. U kishi menga: "Seni nima olib qoldi? Ulov sotib olgan eding-ku" dedilar. Ey Allohning rasuli, Allohga qasamki, agar sizdan boshqa birorta ahli dunyoni qarshisida o'tirganimda uzr aytib uni g'azabidan qutulib ketar edim. Xudo menga tortishish qobiliyatini bergan, lekin Allohga qasamki, agar bugun yolg'on gapirib sizni rozi qilsam, albatta Alloh meni sizni g'azabingizga duchor etadi. Agar rostini aytsam, mendan xafa bo'lasiz. Nima bo'lsa ham Allohdan qo'rqdim. Allohga qasamki, mening uzrim yo'q edi. Allohga qasamki, hech qachon sizdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmagan edim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ammo mana bu rost gapirdi. Tur, Alloh sen haqingda hukm qilgunicha kut" dedilar. Turib ketdim. Banu Salama qabilasi odamlari shoshib ortimdan yetib keldilar va Allohga qasamki, bundan oldin hech gunoh qilganingni bilmagan edik. Boshqa ortda qolganlar kabi uzr aytishdan ham ojiz bo'lding. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Gunohing uchun istig'for aytsalar kifoya qilar edi" deyishdi. Allohga qasamki, ular meni shunchalik ayblashdiki, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib, o'zimni yolg'onchi qilsammikin deb ham qoldim. So'ngra ularga: "Birorta odam menga o'xshagan gap aytdimi?" dedim. "Ha, yana 2 kishi sen aytgan gaplarni aytdi va ularga ham senga aytilgan gaplar aytildi" dedilar. Ular kimlar dedim. Murora ibn Robiy va Hilol ibn Umayya Voqifi deyishdi. Menga Badrda ishtirok etgan 2 ahli solih hammaga o'rnak qilib ko'rsatiladigan kishilarni zikr qilishdi. Ikkovlarini aytishganidan so'ng yo'limda ketaverdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ortda qolganlardan biz uchovimizga odamlarni gapirishini man qildilar. Odamlar bizdan chetlandilar, hatto menga yer ham o'zini olib qochayotgandek ko'rinib qoldi. Yer men taniydigan yerga o'xshamas edi. Shu holda 50 kun o'tdi. Ikkala sherigim uylaridan chiqmay o'tirar edilar. Men ularni ichida kuchli va quvvatlisi edim. Borib musulmonlar bilan birga namoz o'qir edim. Bozorlarni aylanardim, ammo menga hech kim gapirmas edi. Namoz o'qib bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'tirgan joylariga kelib, u zotga salom berar edim. O'zimcha alik olib lablarini qimirlatadimi yoki yo'qmi der edim. Imkon boricha u zotga yaqin joyda namoz o'qir va o'g'rincha nazar solar edim. Namoz o'qisam menga qarar, u zotga qarasam ko'zlarini olib qochar edilar. Musulmonlarni mendan o'zlarini olib qochishlari cho'zilib ketgach, amakivachcham va eng sevgan odamim Abu Qatodani uyiga bordim. Unga salom bergan edim, alik olmadi. Unga: "Ey Abu Qatoda, Alloh haqqi aytchi,
Meni Allohni va Rasulini sevishimni bilasanmi dedim. U indamadi. Unga yana o'sha gaplarimni takrorladim. U indamadi. Yana qaytadan murojaat qildim. Alloh va Rasuli biladi dedi. Ikki ko'zimdan yosh quyildi. Ortimga qaytdim. Bir kuni Madinaning bozorida yursam, taom sotish uchun kelgan kishilardan biri odamlarga kim menga Kab ibn Malikni ko'rsatib qo'yadi demoqda. Odamlar unga meni ishora bilan ko'rsata boshlashdi. U oldimga kelib, G'asson podshohini maktubini berdi. Men o'qish yozishni bilar edim. Ochib o'qisam, bizga sohibingni senga jafo qilgani xabari yetib keldi. Alloh seni xorlik va zoyelik diyorida qo'ymasin. Bizni huzurimizga kel. Senga yaxshilik qilamiz deb yozilgan edi. Maktubni o'qib bo'lib, bu ham bir balo, sinov dedim va uni olib borib tandirga soldim. 50 kundan 40 kun o'tganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vakili kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga xotiningdan chetda bo'lishingni amr qildilar dedi. Taloq qilaymi, nima qilay dedim. Yo'q, undan chetda bo'l, yaqinlashma dedi. Ikki sherigimga ham xuddi shunday amr bo'ldi. Men xotinimga to Alloh bu ishda o'z hukmini chiqargunicha qarindoshlaringnikiga borib tur dedim. Hilol ibn Umayyani xotini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, Hilol qartayib qolgan chol, uni xizmatchisi yo'q, unga xizmat qilib tursam, sizga yoqmaydimi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Yo'q, lekin senga yaqinlashmasin" dedilar. Allohga qasamki, uning bu narsaga harakati yo'q va Allohga qasamki, sizni amringiz bo'lgan kundan buyon yig'laydi dedi. Ba'zi qarindoshlarim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan xotinining haqida izn so'rasangchi, Hilol ibn Umayyani xotiniga uning xizmatini qilishga izn berdilar deyishdi. Allohga qasamki, men u haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan izn so'ramayman. Izn so'rasam nima deyishlarini ham bilmayman. Yosh odam bo'lsam dedim. Yana 10 kun o'tkazdik. Bizga gapirish man qilinganiga 50 kun to'ldi. 50-kecha bomdod namozini uylarimizdan birining ustida o'qidim. Alloh bizni zikr qilganidek o'zimcha yuragim siqilib, keng yer ko'zimga tor ko'rinib o'tirgan edim. Sal tog'i ustidan bir odamni baland ovoz bilan "Ey Kab ibn Malik, xushnud bo'laver" deb qichqirayotganini eshitdim va darhol sajdaga yiqildim. Kushoyish kelganini bildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdod namozini o'qiganlaridan keyin Alloh bizning tavbamizni qabul etganini e'lon qildilar. Odamlar bizga xushxabar keltira boshladilar. Sheriklarim tomon ham xushxabarchilar ketdi. Bir odam men tomon ot choptirgach, biri piyoda yurgan edi. Piyoda kelayotgan yoki yo'lga tushgan odam toqqa chiqib baqirdi. Uning ovozi menga otdan oldin yetib keldi. Men ovozini eshitgan odam oldimga yetib kelgach, kiyimimni yechib, suyunchisiga unga kiydirdim. Allohga qasamki, o'sha vaqtda o'zi boshqa narsam ham yo'q edi. Birovdan qarzga kiyim olib kiydim-da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomon yugurdim. Odamlar guruh-guruh bo'lib, tavbam qabul bo'lgani bilan tabriklashar edi. Alloh sening tavbangni qabul etgani muborak bo'lsin deyishgan edi. Masjidga kirsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tiribdilar. Atroflarida odamlar. Talha ibn Ubaydulloh turib, shoshilib kelib qo'limni oldi va tabrikladi. Allohga qasamki, muhojirlardan undan boshqasi turmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom bergan edim. U kishi xursandlikdan yuzlari charaqlab, "Onang seni tuqqanidan buyon quvonchli kuningning xursandchiligini qilaver" dedilar. "Ey Allohning rasuli, siz tarafingizdanmi yoki Alloh tarafidanmi?" dedim. "Yo'q, Alloh tomonidan" dedilar u zot. Odatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xursand bo'lsalar, yuzlari xuddi oyna parchasidek nurli bo'lib ketardi. Biz buni yaxshi bilar edik. U kishini oldilariga o'tirganimdan so'ng, "Ey Allohning rasuli, tavbam uchun molimdan Alloh va uning rasuliga sadaqa chiqarsam" dedim. "Molingdan ba'zisini o'zing uchun olib qolganing o'zingga yaxshi" dedilar u zot. "Xaybardan tekkan ulushimni olib qolaman. Ey Allohning rasuli, Alloh menga rostgo'ylik tufayli najot berdi. To tirik ekanman, rost so'zlamog'im ham tavbamdandir" dedim. Allohga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga
O'shani aytganimdan buyon odamlarning ichida Alloh to'g'ri so'zlikda meni sinagandek sinagan biror kishini bilmayman. Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha gapni gapirganimda hozirgi kungacha hech yolg'on so'zlamadim. Bundan buyon ham meni Allohning o'zi muhofaza qilishiga umid qilaman. So'ng Alloh taolo ortga surilgan 3 kishining ham nihoyat ularga keng yer tor bo'lib, yuraklari siqilib, Allohdan uning o'zidan boshqa boshpana yo'qligiga to'la ishonganlaridan so'ng butunlay qaytishlari uchun Alloh tavbalarini qabul qildi. Albatta Alloh o'zi tavbani ko'plab qabul qilguvchidir, o'ta rahimlidir oyatini nozil qildi. Bu oyat karima hamda bayon qilingan qissadan olam ma'no va ibrat bor. Ba'zi ulamolarimiz ular haqida batafsil gapirib o'tganlar. Agar hozirgi musulmonlar Ka'b ibn Malik roziyallohu anhuni sadoqati va din-u diyonat yo'lidagi safarbarlikdan chetda qolish sababidan hijolat bo'lishining milliondan bir bo'lagi bo'lganda edi, dunyo tamoman boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Yolg'onning boshqa turlari. Va'daga vafo qilmaslik odati ham yolg'onchilikning bir turidir. Bu ishni qilgan kishi irodasiz, undan yaxshilik chiqmaydi va ishonib bo'lmaydigan odam bo'ladi. Va'daga vafo qilmaslik odamlar orasidagi muhabbatni yo'qotib, ko'p zararlar yetkazadi, vaqtni behuda ketkazadi va hokazo. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom va'daga vafo qilmaslikni munofiqlar sifatidan deb aytganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam munofiqning belgisi 3 ta. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa ustidan chiqmaydi va omonat unga ishonilsa xiyonat qiladi dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Munofiq va'dani beraveradi, ammo ustidan chiqmaydi, chunki uning nomi o'zi bilan munofiqda, uning sirti boshqacha, ichi boshqachadir. U sirtda va'da berayotganida ichida unga amal qilishni o'ylab ham qo'ymagan bo'ladi. Va'dasiga vafo qilmaydiganlar o'zlarining munofiqlardan ekanliklarini eslaridan chiqarmasliklari lozim. Yolg'onning yana bir jirkanch ko'rinishi aldamchilikdir. Ya'ni o'ziga ishongan odamni bilib turib, aldash, unga yolg'on gapirishdir. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulkan gunoh deb ataganlar. Sufyon ibn Usayd Hazromiydan rivoyat qilinadi. U Nabiy sollallohu alayhi vasallamning xiyonatning eng kattasi bir birodarini senga ishonib tursa-yu, unga yolg'on gapirishingdir deganlarini eshitgan ekan. Buxoriy rivoyat qilgan. Haqiqatdan ham birov sizga ishonib tursa, sizdan maslahat so'rasa yoki qandaydir bir xabarni haqiqatini bilmoqchi bo'lsa, sizni rostgo'y deb bilib tursa-yu, siz bila turib unga yolg'on gapirsangiz, bu katta bir xiyonatdir. Birovni aldash, yolg'on ma'lumot berish, birovni ishonchini oqlamaslik, o'ziga ishonib turgan odamga yolg'on gapirish nihoyatda og'ir ish ekanini ushbu hadisi sharifdan bilib olamiz. Umuman yolg'on gapirishni o'zi katta gunoh hisoblanadi. Ammo o'ziga ishonib turgan odamga bilib turib yolg'on gapirish xiyonat darajasidagi yolg'onchilik ekan. Bu narsadan juda ehtiyot bo'lishimiz zarur. O'ziga rost gapirib turgan odamga bilib turib yolg'on gapirish, o'sha odamni mensimaslik, uni istehzo qilish va aldash kabi gunohlarni ham o'z ichiga oladi. Afsuski, ko'pchilik xuddi shu tarzda yolg'onchilik qiladi. Yolg'onchi nobakor o'ziga sadoqat ko'rsatayotgan kishini aldaydi, yolg'on gapirib, uni haqorat qiladi. Ehtimol yolg'onchi shu ishi bilan unga ishongan soddadil kishidan kular. Ammo oxiratda albatta katta xiyonatchi sifatida javobini beradi va jazosini tortadi. Ming afsuslar bo'lsinki, aldamchilar ichimizda anchagina bor. Ular o'z birodarlarini aldashdan uyalmaydilar ham, charchamaydilar ham. Bo'xton ham yolg'onning islom harom qilgan turlaridan biridir. Bo'xtonchi doim bir insonning amaliga, mansabiga, sharafiga futur yetkazishga harakat qiladi. Bo'xton ko'plab balo-ofatlarning sababchisidir. Shuning uchun ham Alloh undan hazar qilishga buyurgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida bo'xtondan doimiy ravishda qaytarib kelganlar, uni ummatlariga tushuntirib borganlar.
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'iybat nimaligini bilasizlarmi dedilar. Alloh va uning rasuli biladi deyishdi. Birodaringni u yoqtirmaydigan narsa ila zikr qilishing dedilar. Aytingchi birodarimda men aytgan narsa bo'lsa-chi deyildi. Agar unda sen aytgan narsa bo'lsa, uni g'iybat qilgan bo'lasan. Agar o'sha narsa unda bo'lmasa, unga bo'xton qilgan bo'lasan dedilar. Muslim, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilishgan. Demak, bir odamni orqasidan o'zi yo'q paytda o'sha odamga yoqmaydigan gaplar bilan eslash g'iybat bo'ladi. G'iybat gunohi kabira, katta gunohlar qatoriga kiradi. G'iybatchiga tayin qilingan azoblarni eshitgan odamning vujudi titrab ketadi. Bo'xton esa bir kishini uning o'zida yo'q illatlar bilan ayblash ekan. Endi bo'xton deb atalmish bu narsa g'iybatdan necha marta katta gunoh ekanini tasavvur qilib olish mumkin. Birovning aybini berkitish o'rniga hammaning aybini qidirish bilan ovoramiz. Qidirganda ham tirnoq ostidan kir izlagandek axtaramiz. Undan ham topilmasa yolg'on bo'xton to'qib ayb to'qiymiz. Musulmonman deb yurganlarning bu holini ko'rib boshqalar bular o'zi shunaqa bir-birini kovlamasa tura olmaydi deydigan bo'lib qolishgan. Diniy ta'limotlarda bebahra kishilarning uzri bordir. Ammo dindorlikni, diniy ilmni da'vosini qilayotganlarning bu boradagi qilmishlarini ko'rib yoqa ushlaysiz. Musulmon birodarining aybini berkitish ular uchun katta musibatdek tuyuladi. Hatto ularga jon birodar bu ish musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Musulmon odam o'z birodarini aybini berkitish lozim. Siz bo'lsangiz yo'q narsani aytib bo'xton qilyapsiz desangiz ham ta'sir qilmaydi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Kishilarning musulmonlardan ko'ngli qoladi. Dushmanlar musulmonlar ustidan kulib yuradi. Islomga qiziqib turganlarning ham ko'ngli soviydi. Musulmonlarning orasi buziladi. Ishlari ortga ketadi. O'sha musulmonning aybini ochgan ham maqsadiga yetmaydi. Chaqimchilik ham yolg'onning bir turidir. U o'z egasini qalbini qoraligini, odamlar orasida dushmanchilik va husumatdan boshqa narsa bo'lmasligini xohlovchi shaxs ekanini bildiradi. Chaqimchiga qarshi kurashishning eng yaxshi usuli uning gapiga quloq solmaslikdir. Alloh Qalam surasida marhamat qiladi: "Itoat qilma, har bir qasamxo'r haqirga, ayblovchi, chaqimchilik qilib yurguvchiga." 10-11 oyatlar. Kishilar orasida adovat tarqatuvchilar, chaqimchilar qiladigan ish nihoyatda katta gunohdir. Shuning uchun ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam chaqimchi jannatga kirmaydi deganlar. Hammom roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Huzayfa bilan birga edik, bas unga bir kishi gapni Usmon roziyallohu anhuga olib borib turadi deyildi. Shunda Huzayfa unga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chaqimchi jannatga kirmaydi deganlarini eshitganman dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Bu hadisi sharifda chaqimchilik naqadar og'ir gunoh ekanligi bayon qilinmoqda. Ulamolarimiz chaqimchilikni halol sanagan odam jannatga kirmaydi deganlar. Albatta chaqimchilik nihoyatda yomon ish. Chaqimchilik faqatgina bir kishini boshqasiga yomon ko'rsatib, shundan biron manfaat olish bilan chegaralanib qolmaydi. Chaqimchilik qilinganda bir odamga ikkinchi odam haqida yomon xabar keladi. Natijada ikkinchi odam ham birinchi odam haqida yomon so'zlaydi. Shu tariqa bunday adovat butun jamiyatga tarqalib, jamiyatning hamma a'zosi bir-birini chaqadigan, bir-biriga g'azab qiladigan va bir-birini orqasidan yomon gapiradigan bo'lib qoladi. Orada do'stlik, birodarlik, o'zaro hamrohlik, yaxshilik qilish, jamiyat manfaati uchun ish qilish tamoman yo'qoladi. Hamma bir-birining orqasidan poylash, chaqimchilik bilan bir-birini dog'da qoldirish, chaqimchilik qilib mukofot olish, o'zini mavqeini yaxshilash tomonga o'tib ketadi. Jamiyatni manfaatini o'ylash, birovlarga yaxshilik qilish mutlaqo unutiladi. Bu narsa og'zaki gap bo'lsa ham juda og'ir gunoh sanaladi. Gunohi kabiralardan ekani va chaqimchilik qilgan odam jannatga kirmasligi belgilab qo'yilgani chaqimchilikning naqadar xatarli illat ekanini ko'rsatadi. Chaqimchilarning ishi yolg'on bilan rivoj topadi.
Ular o'zlari yomon ko'rgan odamlarga zarar yetkazish maqsadida turli yolg'onlarni to'qiydilar, haqiqatni buzuq ko'rsatadilar. Bugungi kunimizda yolg'onni ushbu turini o'ziga kasb qilib olganlar oz emas. Ular dinimizni bu boradagi ta'limotlarini yaxshilab o'rganishlari va hayotlariga tatbiq qilib, eng yomon illatlardan biri bo'lmish yolg'onning bu turini tark qilishlari lozim. Yolg'on guvohlik berish yolg'onning ijtimoiy buzg'unchiliklarga sabab bo'ladigan turidir. Bugungi kunimizda keng tarqalgan ma'naviy jinoyatlardan yana biri yolg'onning eng ayanchli turi bo'lmish yolg'on guvohlik berish, ya'ni oddiy so'zlashuvdagi yolg'on emas, hukm chiqarish mahallidagi yolg'ondir. Albatta buning bosh sababchisi hozirda ma'naviy qadriyatlarni tanazzulga uchraganidir. Dunyo muhabbatiga giriftor bo'lib, oxiratni unutgan insoniyat bu dunyodagi 5 kunlik hayot uchun oxiratdagi abadiy hayotni kuydirmoqda. Hamma narsani ko'rib bilib, hisob-kitob qilib turuvchi Alloh taologa iymon bo'lmaganida yoki bu iymon sustlashganida, kishilar bu dunyo hoyu havaslarini quliga aylanganida, inson dunyoni o'ziga xoja qilib olib, u nimani buyursa ato qilganida shunday vaziyat yuzaga chiqadi. Dunyoviy hayotning quliga aylanganlar biroz pul, mansab uchun yoki amaldorga yoqish va yoki kimdandir o'ch olish maqsadida har qanday insoniy fazilatdan, ma'naviy qadriyatdan voz kechishga tayyor turadilar. Ular har qanday ma'naviy jinoyatni ham osonlik bilan amalga oshiradilar. Ularning ma'naviyatlari shu darajada tubanlashib ketganki, mazkur ma'naviy jinoyatni sodir qilganlarida, masalan, yolg'on guvohlik berganlarida, burunlariga pashsha qo'nganchalik ham o'zlariga ta'sir qilmaydi. Qaysi bir jamiyatda yolg'on guvohlik bor ekan, o'sha jamiyat zolimdir va bunday jamiyatning turli balo-ofatlarga giriftor bo'lmog'i tayindir. O'zlari kambag'al bo'lsa ham ma'naviy qadriyatlarini mahkam ushlab qolgan jamiyat va shaxslarga nazar soladigan bo'lsak, ular uchun kichik bir ma'naviy jinoyat sodir qilish ham katta falokat hisoblanadi. Ular bunday ishni qilishdan ko'ra o'limni afzal ko'radilar. Bunday oliy maqom ma'naviyatga erishgan kishilar baxtli kishilar bo'lib, u dunyoni va uning ichidagi hamma narsani bir yoqqa qo'ysang, u bitta ma'naviy qadriyatni bir yoqqa qo'ysang, ana shu ikkinchisini tanlaydilar. Ushbu sifatlarga ega bo'lgan shaxslar o'zlari ado etayotgan bu ishlarni qahramonlik deb emas, balki oddiy insoniy musulmonlik burchlari deb biladilar. Chunki har bir inson rost gapirish, to'g'ri bo'lish va to'g'ri guvohlik berish Alloh taolo tomonidan burch qilingan. Rost so'zlash har lahzada talab etiladigan, doimiy majburiyat bo'lgani uchun ham u haqda vaz-nasihat va eslatmalar tez-tez takrorlanib turadi. Ammo guvohlik berish goh-gohida uchraydigan, ba'zan esa kishi umr bo'yi duch kelmaydigan bo'lganidanmi u haqda kamroq gapiriladi. Ehtimol boshqa sabablar ham bo'lsa bordir. Aslini olganda bu masalani ham tez-tez eslatib, guvohlik berishdagi mas'uliyatni kishilar xotirasiga solib turish kerak. Guvoh bo'lishni o'zi katta mas'uliyatdir. U orqali ko'pgina hukmlar chiqariladi. Guvohning gapiga qarab, birov oqlanishini yoki qoralanishi, birov mol-mulkka ega bo'lishi yoki undan ajrab qolishi, yana boshqa birovlarning nasabi sobit bo'lishi yoki inkor qilinishi, ko'pgina huquqlar paymol etilishi yoki himoya qilinishi mumkin. Yolg'on guvohlik kishilarni bekorga o'lib ketishi, jabr va jafo tortishi, haq-huquqlarning poymol bo'lishi kabi ko'pgina yomonliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham islom yolg'on guvohlik berishni dunyodagi eng katta gunoh Allohga shirk keltirish bilan tenglashtirgan. Shu bilan birga guvohlik berishning mas'uliyati katta ekan deb undan qochishga urinmaslik lozimdir. Guvohlik berishi mutlaq shaxsini bu ishni ato etish uni insoniy va islomiy burchi hisoblanadi. O'zi shohid bo'la turib guvohlik berishdan qochish esa gunoh sanaladi. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Guvohlikni berkitmang. Kim uni berkitsa, uni qalbi gunohkordir va Alloh qilayotgan amallaringizni o'ta bilguvchidir. 283-oyat. Demak, guvohlikni berkitmasdan zarur vaqtda ato etish Alloh taoloning musulmonlarga amri ekan.
Chunki bu ko'p narsalarga, jumladan yomonlikni qaytarish, unga qarshi kurashish, adolat o'rnatish va uni himoya qilishga bog'liqdir. Islom dini ta'limotlariga ko'ra, har bir musulmon yomonlikka qarshi turmog'i va adolat uchun kurashmog'i zarur. Shuning uchun boshqa ijtimoiy mas'uliyatlar qatori guvohlik berishni ham har bir musulmon Alloh islom dini, millati va jamiyati oldidagi burchi deb anglamog'i lozim. Guvohlikni ato etishdan qochish esa avval aytganimizdek katta gunoh hisoblanadi. Shuni aytish kerakki, odamlarni yolg'on guvohlik berishga majbur qiladiganlarni inson deb atash juda ham qiyin. Qolaversa, bundaylar albatta Allohning ham bandalarini ham g'azabiga uchraydi. Ularni odamlarni qahriga uchrashlarini ko'pchilik ko'rib bilib turibdi. Bundaylarga qarshi jamoatchilikning qahri shu darajaga yetganki, Yaqin Sharq davlatlaridan birida shunday jallodlardan biri yo'l hodisasi sababli halok bo'lganida hech kim unga qaramagan va jallodning tanasi sasib hayvonlarga yem bo'lgan. Bundaylarning albatta Allohning qahriga uchrashiga hech shubha yo'q. Yolg'on guvohlik berish uchun turli bahona sabablar axtarmaslik kerak. Aqli hushi joyida bo'lgan inson biroz qiynalib bo'lsa ham haqiqat uchun kurashishi zarurdir. Bu borada ulamolar takror aytadigan sobit islomiy qoida bor. Xoliqqa masiyat bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilish yo'q. Yolg'on guvohlik berish qanchalik katta mas'uliyat ekanligini bildik. Demak, bu dunyodagi vaqtinchalik qiyinchiliklardan qochib, oxiratni abadiy va shiddatli azoblariga o'zini giriftor qilmaslik kerak. Ikkinchidan, yolg'on guvohlik berish haqida kelgan oyat va hadislarda majbur bo'lganlarining o'zlarini qabul qilishiga ishora ham yo'q. Shuningdek, Alloh shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish va odam o'ldirish kabi gunohlarni falonchi buyruq bergan edi deb amalga oshiraverilmaydi yoki buyruqni bajargani uchun gunoh kechiriladi degan gap ham yo'q. Alloh taolo barchamizni bunday noqulay holatlardan o'zi saqlasin. Doimo Alloh uchun guvohlik berguvchi bandalardan qilsin. Amin. Yolg'onga 3 holatda ruxsat bor. Islomda yolg'on harom va katta gunoh hisoblansa ham undan kattaroq zararni qaytarish uchun istisno tariqasida 3 holatda yolg'on ishlatishga ruxsat berilgan. Ummu Kulsum binti Uqba roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilgan birinchi muhojirlardan bo'lgan edi. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odamlar orasini isloh qilgan kazzob emas, xayrni aytadi va xayrni yetkazadi deganlarni eshitgan ekan. Men u zotni odamlar yolg'on deydigan narsadan biror narsaga ruxsat berganlarini eshitmaganman. Faqat 3 narsaga: urushda odamlar orasini isloh qilishda va erini o'z xotiniga va xotinining o'z eriga gapirishida ruxsat berganlar, dedi u. To'rtovlari rivoyat qilgan. Abu Dovudning lafzida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yolg'ondan biror narsaga ruxsat berganlarini eshitmaganman. Faqat 3 narsani yolg'onchi hisoblamayman der edilar. Odamlar orasini isloh qilgan odamni, u bir gapni aytsa, undan islohdan boshqani iroda qilmaydi. Urushda so'z so'zlagan kishini va o'z xotiniga so'z aytgan erni hamda o'z eriga so'z aytgan xotinni deyilgan. Islomda yolg'on harom va katta gunoh hisoblansa ham undan kattaroq zararni qaytarish uchun istisno tariqasida 3 holatda yolg'on ishlatishga ruxsat berilgan. Odamlar orasini isloh qilish uchun musulmonlarning bir-birlari bilan urushib yurishlari juda ham yomon ish. Bu yomon ish oqibatida insonlar va jamiyatlar orasini buzadi. Kishilarning bir-birlari bilan husumatlashishlari, urushishlari barcha balo-ofatlarning boshidir. Shuning uchun bu holat paydo bo'lishi bilan qanday qilib bo'lsa ham uni bartaraf qilishga o'tish zarur. Bu yo'lda hatto yolg'on gapirishga ham ruxsat bor. Chunki odamlarning orasini isloh qilish uchun yolg'on gapirgan odam faqatgina yaxshilik uchun yolg'on gapiradi. Urushda g'alaba qilish uchun
dushman bilan bo'layotgan qurolli qarama-qarshilik hayot-mamot jangi bo'ladi. Bu jangda dushman qo'lidan kelgan barcha ishlarni, jumladan yolg'onni ham ishga soladi. Agar askar yengilsa, barcha ummat va millat dushman asorati ostida qoladi. Shuning uchun ham ko'pchilik manfaati yo'lida dushmanni dog'da qoldirish uchun yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Oilaning ahilligini saqlab qolish uchun. Har bir jamiyatda oilani ahilligi alohida ahamiyat kasb etadi. Ahil oilada o'sgan bolalar salohiyatli fuqaro bo'lib o'sadilar. Ota-onaning janjallari sadosi ostida o'sgan bolalar esa salohiyatli fuqaro bo'lishlari qiyin. Shuning uchun ham er-xotin orasidagi o'zaro ahillik juda ham muhimdir. Ana o'sha ahillikni saqlab qolish maqsadida er-xotinga bir-birlariga yaxshi ma'noda yolg'on gap aytishlariga ruxsat berilgan. Istisno tariqasida ruxsat berilgan ushbu 3 holatdan boshqa hollarda yolg'on gapirish mumkin emas.